Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Quyosh va stansiyalar mavzusi bo'yicha turkum videolarini davom ettiramiz. Obyektdan gapiramiz. Biz bugun Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan mijozimiz xonadoniga o'rnatilgan 10 kilovatlik quyosh va stansiya haqida batafsil ma'lumotni video davomida beramiz. Ushbu xonadonga quyosh va elektr stansiya aprel oyida o'rnatilgan va eng muhimi energiya samaradorligi milliy agentligining dasturi bo'yicha, ya'ni 20% imtiyozli subsidiya asosida o'rnatilgan. Ushbu stansiya haqida batafsil ma'lumotlarni video davomida berib o'taman. Undan tashqari qanaqa o'rnatilgan, shu paytgacha qancha kilovat soat elektr energiya ishlab chiqargan va qancha sotilgan, qancha daromad olingan, umumiy kafolat shartlari. Mana shu ma'lumotlar haqida to'liq video davomida ma'lumot olasiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan oldin kanalimizda qanday qilib 20% subsidiya asosida quyosh va stansiya o'rnatish mumkinligi haqida ikkita video chiqardik. Bular haqida to'liq ma'lumotni o'sha videolardan ko'rib bilib olsangiz bo'ladi yoki mana bu video ostida berib o'tganmiz, ularga kirib to'liq tanishib chiqsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, obunachilarimiz orasidan bir nafar yurtdoshimizga 5 kilovat 10 grid stansiyani bepul o'rnatib beramiz. Umumiy qiymati 25 million so'mdan ziyod bo'lgan stansiyani bepul o'rnatib beramiz. Shuning uchun sizda mana shunday imkoniyatlar bor. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Subsidiya haqida qanday savollaringiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Demak, keling biz xonadonga tashrif buyurdik mana. Keyinchalik mijozimiz o'zidan ham fikrlar kutib qolamiz. Qanchaga tushgan, qanaqa bo'ldi jarayon, umumiy jarayonlar haqida ma'lumot berishadi. Demak, mana xonadon kirish darvozasiga invertor o'rnatilgan. 10 kilovat stansiyani invertori DEA brendiga tegishli 10 grid invertor. Undan tashqari ushbu invertorning o'zimizda kafolati mavjud. 5 yil kafolat beriladi. Podключ ravishda o'rnatilgan DEA invertorlarga 5 yil ichida muammo bo'lsa, bu har qanday yilda 2-mi, 3-yildan farqi yo'q, almashtirib beriladi. Undan tashqari buni ta'mirlashda ham hech qanday muammo yo'q. Zapchast bor. 3 kun ichida ta'mirlab jo'natiladi. 20 kilovatgacha bo'lgani 3 kun ichida ta'mirlab jo'natiladi. Ya'ni mahsulotni o'zini bizdan Flexdan olsangiz ham ushbu invertorni 3 kun ichida biz ta'mirlab chiqarib beramiz. Podключ o'rnatgan bo'lsangiz, o'zimizga buyurtma berib, o'zimiz o'rnatgan bo'lsak, 5 yil ichida muammo bo'lsa, yangisiga almashtirib beriladi. Farqi yo'q. Qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, ushbu invertorimiz 10 kilovat bir fazali invertor. Onlayn monitoring uchun D-Cloud ilovasiga ulangan. Mijozimiz istalgan vaqtda, istalgan hududdan turib uyda Wi-Fi o'chib qolmasa, bemalol ko'rib turish mumkin. Demak, hozirgi holatda mana biz ilovaga o'zimizga ham ulab olganmiz. Ko'rsatishimiz mumkin. Mana 8.6 kilovat hozir ayni damda ishlamoqda. Ishlagan kunlarni ham keltirib o'tamiz. Mana 68, 70, 63 har xil. 67, 64 iyul oyiga hisobida. Iyun oyidagi hisobida esa mana 73 ga ham chiqqan, 67, 72. May oyida esa mana quyidagicha ishlagan 76, 77, 74. Aprel oyidagi quvvatni ham keltirib o'tamiz. Mana 76, 74. Aprelni adashmasam 28-sanasidan ishga tushgan ekan bu ushbu obyekt. Xo'p, avtomatlarga kelsak. Xo'p. DC avtomat qo'yilgan, usul brendiga tegishli, uzib qo'yilgan, perda xentrib qo'yilgan. Umumiy ikkita guruh uchun avtomatlar, himoya avtomatlari moslangan. O'zbekistonda usul brendining rasmiy distributori Flex Energy hisoblanadi. Invertorda ishlashni ham ko'ramiz. Demak, ayni damda invertorda ishlash quvvati 8.6 kilovat, ya'ni 8695 vattni tashkil qilyapti. 25-iyul 13:27 holatiga. Hozirgacha 37 kilovat ishlab chiqargan va o'rnatilgandan beri umumiy demak mana 5400 kilovat bashda ishlab chiqarilgan. Keling endi panellarga o'tamiz. Quyosh paneli 180 azimutda 32-33 gradusda o'rnatilgan. Tom 2 qavatli bo'lgani uchun bu yerdan ko'rish sal qiyinroq. Longi Haymo X10 quyosh paneli o'rnatilgan, adashmasam 645-650 watt atrofidagi, jami 16 da qo'yilgan, 16 dona qo'yilgan, 2 tomonlama. Hermes degan mana bu programmani yuklab olsangiz, sizning quyosh panelingiz to'g'ri azimutda qo'yilganmi yo'qmi tekshirishingiz mumkin. Demak, mana quyosh chiqish grad azimuti va quyoshning pik vaqtdagi azimuti mana.
Ko'rib turibsiz, mana quyosh botish. Demak, mana shunaqa qilib buni tekshirib olishingiz mumkin. Mana shu o'rnatilgandan beri qancha daromad ko'rganini mijozimizning o'zidan so'raymiz va umuman quyosh paneli nima uchun o'rnatilgani menimcha qiziqroq hammaga. Nima uchun mana shunday investitsiya oldindan kiritildi quyosh paneliga. Elektrga oldindan to'lib qo'ysa ham bo'ladigan mijozlar bor, yurtdoshlarimiz bor. Keling endi mana shuni qisqacha mijozimiz o'zidan izoh sifatida javob olamiz. Quyosh paneli o'rnatish fikri kelgandan keyin nimalardan boshladingiz ishni? Xo'p, birinchi navbatda shu ESMA platformasi orqali ro'yxatdan o'tdim, kirdim. O'sha yerda o'zini instruksiyasi bor ekan, o'zi qanaqa qilib subsidiya olsa bo'ladi. Shu YouTube instruksiyalarini ko'rib chiqdim. Shu ketma-ketligida etaplardan o'tib registratsiya, shu uyimizga auditor keldi, auditor tavsiyalarini berdi. Hamma narsani o'lchab, rasmga olib, shu yakuniga yetkazgandan keyin bizga hisobot berdi. Uyimizda energiya auditi bo'yicha necha kilovatga tavsiya berdi? 10 kilovatga tavsiya berdilar. 10 kilovatga tavsiya berdi. Demak, ehtiyoj 10 kilovatga mos bo'lgan. 10 kilovat, ha. Undan ko'pi ham, ortiqchasi ham kerak emas dedik. Shu maqsadda 10 kilovat qo'yishga qaror qildik. Xo'sh, mana shu lotlarni tanlashda, kompaniya tanlashda nimani e'tiborga oldingiz? Xo'p, birinchi o'chirit e'tiborga olgan jihatim bu kompaniyani opiti, tajribasi, ha. Ya'ni qanaqa qilib har bittasini chekirib, kompaniyani aytaylik YouTubedan, Googledan poisk berib, rasm, videolarni ko'rib chiqdim. Shularning orasida menga Flex Energy kompaniyasini qilgan ishlari ko'proq yoqdi, qo'ng'iroq qildim. Keyin shu sotuv menejerilar bilan gaplashdim. Shunaqa tanlamoqchiman dedim. Qilib beramiz. Vaqtida sifatli, tez bitirib beramiz deyishdi. Keyin shu platforma orqali tanladim, o'tni bosdim, to'lovini qildim. 80%ni. Kompaniyaga borib berdingizmi to'lovni? Yo'q. Platformaga to'ladim. Bank platformaga to'ladingiz. O'zini demak, mana e'tibor bering yurtdoshlar, qurilma o'rnatilmasdan oldin to'lovni, ya'ni 80% to'lovni kompaniyaga bermaysiz. O'sha mana Energiya samolyotlar milliy agentligini kabinetida, o'zingiz kabinetingiz ochilgan bo'ladi, ro'yxatdan o'tgandan keyin mana shu kabinetga birinchi tashlaysiz. Kompaniya bilan shartnoma asosida o'sha shartnoma beriladi sizga, shartnoma bo'yicha to'lovni qilasiz va u yerdagi hisob raqam ESMA agentligini, o'sha ESMA platformasini shotu raqami bo'ladi va u kabinetga to'lov qilinadi va kabinetdan keyin kompaniyani agentlik platformasidagi hisob raqamiga to'lov qilinadi. Shunda ham bu o'rnatilmasdan oldin kompaniyaning hisob raqamiga tushdi degani emas. Istalgan payt buni qaytarib olish mumkin. Agar sizga o'rnatuvchini ishi yoki o'rnatuvchi kelmasa, pulni olib turib, mana shu to'lov qilganingizdan keyin mana shu holatda to'lovni qaytarib ham olish mumkin. Shuning uchun shu afzalligi bilan mijozimiz shu yo'lni tanlagan, ya'ni subsidiya asosida qo'ydirishdan maqsad 20% tejash va shuningdek to'liq ishonch hosil qilish quyosh paneli o'rnatilishiga. Xo'sh, keyin to'lov qildingiz. Necha kun ichida? Bu shartnomada 7 kun beriladi. Necha kun ichida keldi kompaniyadagi xodimlar? To'lov qilganimdan keyin 3 kun ichida kelishdi. 3 kun ichida kelishdi. 3 kun ichida kelishdi. Shu bilan kunning yarmida kelishgan bo'lsa, o'sha kerak hisob-kitoblarni qilishdi. Kelib ko'rib ketishdi. Kelishdi, ko'rishdi, hisob-kitob qilishdi. O'sha kunning o'zida kerakli materiallarni o'sha skladlisidan uygacha olib kelishdi, ishni boshlashdi. 1,5 kun ichida ishni tez, sifatli bajarib ketishdi. Bitirib ketishdi. Keyin nima bo'ldi? Ishga tushirdik, o'sha soliq mobildan ariza yubordik, uladik. Demak, o'rnatilgandan keyin soliqdan ariza yubordingiz, ro'yxatdan o'tdi. 28-aprelda ishga tushdi. Hisob-kitob ketdi. Kompaniya qolgan joyida sizni bezovta qilmadi deyapti. Yo'q. To'g'rimi? O'sha boshida o'rnatishgandan keyin ustalarning o'zi foto, video отчет qilib, dalolatnoma tuzib yuborishdi. Undan keyin o'sha auditor o'zi ham kelib tekshirdi. Auditor o'zi ham keldi. Auditor o'zi keldi, ko'rdi, tekshirdi, har qayerda o'sha belgilangan me'yorlar bo'yicha, hujjatlar bo'yicha o'rnatilgan dedi, tasdiqladi. O'sha zazimleniyalarni ko'rdi, hammasini sifatini tekshirdi. O'sha dalolatnoma tuzdi, u ham adashmasam. Dalolatnomani tasdiqladi, dalolatnomani. Keyin mahalla fuqarolar yig'inida shu hokim yordamchisi bor ekan. U odam ham kelib ko'rib, joyni ko'rib, tekshirib, tasdiqlagandan keyin
Menga o'zi tushuntirishdi, nega bunchalik ko'p tekshiruvlar bo'lyapti desam, shu kompaniya o'sha men to'lagan pulni olishi uchun shuncha jarayondan tasdiqlanishi kerak ekan. Mana shu dalolatnomani mijozning o'zi tasdiqlaydi birinchi. Keyin aytganlaridek auditor tasdiqlaydi. Tasdiqlangandan keyin dalolatnoma mijoz bankka borib to'lagan 80% pul kompaniyaning, Flex Energy'ning asosiy hisob raqamiga o'tadi. Va bundan keyingi jarayon haqida mijozimiz ham aytib o'tdi. Ya'ni sizning hududingizda biriktirilgan mahalla hokim yordamchisi bor. Bu hokim yordamchisi haqiqatan quyosh paneli o'rnatilganmi yo'q. Buni onlayn mahalla platformasidan tasdiqlash kerak va kompaniyaga 20% subsidiya, ya'ni mijoz 20% xarajatdan qutuldi. Mana shu 20% xarajatni agentlik ko'taradi. Mana shu 20% xarajatni kompaniyaga tashlab beradi va sizga auditorga qilgan 1 million pul qaytarib berildi-mi? Ha, qaytarib berildi. Demak, auditor xarajati umuman yo'q. Yo'q. Xo'p, undan tashqari sizdan qo'shimcha pul talab qilindimi? Yo'q. Hech qanaqa Talab qilinmadi. Hech qanaqa qo'shimcha pul talab pul qilinmadi. yoki hech qanaqa dokument, hech qanaqa qog'ozbozchilik hech narsa bo'lmadi. Hech qayerga yurmadingiz? Yo'q. Xullas, mana jarayon haqida to'liq ma'lumot oldik. Umumiy mijozga 9 million 200 ming so'm subsidiya ajratildi. Taxminan qancha pul eshitdingiz? Xo'p. Va Svetga qancha pul to'lardingiz? Svetga shu 1 millioncha 900 minglar ketardi. Har oy. Har oy, taxminan. Endi dohodga keladigan bo'lsak, bizga tushumga hozir oyiga endi quyosh yaxshi bo'lib turgani anaqasida shu 1,5 millioncha dohod bo'lyapti. Oyiga 1,5 million quyosh paneli ishlab tejab beryapti va ishlab topyapti. Ha, xuddi shunaqa. Umumiy plus minus. Plus minusda. Ha, endi yomg'irli, bulutli kunlar ham ko'p bo'ldi o'tgan oy. Aha. Svet o'chishli ko'p bo'lyapti. Agar hammasi stabil bo'lib tursa, tez o'chyaptimi? endi masalan mana shu oxirgi kunlarda tez o'chyapti. Bir haftada bir marta. Tarmoqda yuklama ko'payib ketibdi to'g'risi. Shunday holatda quyosh panel gibrid stansiya o'rnatganlar, lekin maza qilib o'tiribdi. Svet o'chdimi sizlarda degan joylar ham bor. Mana bir mijozda shunday holat bo'lgan. Gibrid stansiya o'rnatgan. Svet o'chganini bilmagan. Hamma mahallasida svet yo'q, lekin mijozda svet bor. Taqillatib sizlarda nima svet bor degan, svet o'chdimi degan sizlarda degan. Shunday holat ham bo'lgan. Ya'ni gibrid stansiya o'rnatgan yurtdoshlarimiz ko'pincha svet o'chgani, yonganini bilmay qolishadi va tarmoqdagi nostabillik tufayli ko'p mijozlarda uyidagi texnikalari kuyib ketyapti. Shuni oldini olish maqsadida ham quyosh paneli o'rnatilyapti. Umumiy jarayonlar haqida fikringiz, kompaniya haqida fikringiz, mutaxassislar haqida qanday fikr bildirasiz? Yaqinlarga tavsiya qilasizmi? Nima deysiz? O'zi shu kompaniyani tanlashimga sabablardan bittasi shu professionalizm. O'sha videolaringlarni Instagramda, YouTube'da ham ko'rdim, tanlashdan oldin. O'sha описание produktda yozgansizlar saytda, o'shalarni ko'rib chiqdim. Qanaqa produkt, qanaqa o'rnatyapsizlar, nima zazemleniyalar bormi, qilyapsizlarmi? Chunki ko'p o'sha arzonchi qo'yayotgan panel qo'yayotgan kompaniyalarda o'zim ham ko'rganman. Lichna zazemleniya qilmaganlarni ham ko'rganman. Bu juda katta minus именно quyosh paneli qo'yayotganda. Bundan tashqari men o'sha qo'yib, uyimda professionalni yondashib, juda tez va sifatli bajarishdi. Shu o'zimiz xohlaganimizda etiklik o'sha shitlarni xohlagan joyimizga, xohlagan balandligimizda qilib, yig'ib, zazemleniyani ham aytgan joyimizga qilib, hammasini akkuratni, chiroyli qilib berishdi. Shuni ortidan masalan o'zimizda mahallada qo'shnilar ham qiziqishdi, chunki birinchilardan bo'lib biz qo'ydik. Hammaga tavsiya berdim, mahalladagilarga, o'zimni og'aynimga ham tavsiya berdim. U ham qo'ydirdi shu kompaniyada. Qo'ydirdi, ha, uspешно ishga tushirdi. 10 grid qo'ydirdi, u ham 10 kilovat qo'ydirdi. Endi bu sohada tushunchasi yo'q bo'lganiga o'sha maslahatlashib, qanaqa qilding, nima qilding deb so'radi. Xuddi o'zim qilgan etaplarimni tushuntirib berdim. U ham o'zi xuddi shunaqa mendagi bosqichlardan o'tib o'zi qo'ydirdi. Mana hozir uyda u ham довольный ishlatyapti. Bundan tashqari yana mana orqa ko'chamizdagi qo'shnimiz, ular ham o'zlarini navaralari uchastkasiga qo'ydiraman degan ekan. Ularga ham tavsiya berdim. Ular gibridini qo'ydirishdi. Ikkita mijozga tavsiya qildingiz, ikkovi ham? Ikkalasi ham qo'ydirishdi. Qo'shnilar ham mana hozir qo'ydiramiz deb yurganlar bor. Oldinroq kelmabmizda. O'rganib yurganlar bor. Hozir ko'rib, aniq qilib, men kontaktlarni berib qo'yganman. Ana har qatda ishi sifatli, juda tez bajarib berishdi. Demoqchi bo'lgani mana mijozning o'zi mana shu sohada mutaxassis, nima yaxshi yomonligiga tushunchasi yetadi. Demak,
mutaxassis, ham mijoz sifatida, ham mana shu hamyur sifatida sizga xolis fikrlarni, o'zi otsiflarni beryapti mijozimiz. Buning uchun tashakkur aytamiz va Usful brendidan sizga mana shunday esdalik sovg'asi. Xo'sh. Va mana shu quyosh stansiyasidan topadigan pullarni saqlash uchun sizga maxsus mana bunday sumkacha. Bu ham Usful kompaniyasidan esdalik sovg'asi. Buni solib qo'yamiz. Xo'p, va o'zimizning kompaniyamiz tomonidan mana bunday pul tushishini kutib, quyosh paneliga qarab kofe ichib o'tirasiz deb chashkamiz bor mana. Bu ham sovg'a va eng muhimi kompaniyamiz tomonidan 1 million so'mlik voucher. Ya'ni siz tavsiya bergan mijozlar chiqsa aloqaga, ularga 1 million so'm chegirma qilib beriladi. Kimdir siz orqali chiqsa. Bu 2027-yil 1-yanvargacha amal qiladi. Bemalol o'sha qo'shnilarga tavsiya qilsangiz, siz orqali emas, sizning ismingizni aytib, ya'ni o'sha siz tasdiqlasangiz bu narsani, ularga umumiy summadan 20% subsidiyadan tashqari yana 1 million so'm chegirmaga beriladi. Mana umumiy jarayonni kuzatib bordingiz. Videomiz biroz cho'zilgan bo'lishi mumkin. Obyektdan gapiramiz turkum bo'yicha video anchadan beri chiqmayotgan edi. Barchangizga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 5 kilovat 10 grid stansiyani biz yutuqqa qo'yganmiz. 3-g'olibimizni aniqlashimiz kerak. Bundan oldingi g'oliblar Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidan va Quyuchirchiq shahridan edi. Quyuchirchiq tumanidan edi. Ularga ikkita mijozimizga ham 5 kilovat stansiyani bepul, hech qanday qo'shimcha to'lovlarsiz podключ ravishda o'rnatib berdik. Umumiy qiymati 25 million so'mdan ziyod bo'lgan stansiyani bepul qo'lga kiritishdi. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun siz mana shu videoni ko'rib turgan YouTube kanalimizga va video napishaniyasida Telegram va Instagram sahifalarimiz bor. Bularga shunchaki obuna bo'lib qo'yishingiz kerak, chunki onlayn video qilib biz tekshiramiz bu narsani. Qachon obuna bo'lganligi ham ko'rinadi unda. Shuning uchun hoziroq mana shu shartlarni bajarib qo'ying. Barchangizga rahmat. 20% subsidiya asosida quyosh stansiyasi o'rnatmoqchi bo'lsangiz, albatta pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sotuv menejerlarimiz ushbu subsidiyani olishda barcha 0 dan 100% barcha hujjat ishlarini o'zlari qilishadi, o'zlari mana shu jarayonni kuzatib borib, 20% arzonroqqa sizga quyosh stansiyasi o'rnatib berishga javob berishadi. Barchangizga rahmat, salomat bo'ling. Izohda subsidiya bo'yicha savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiring.